Ayni kim o'g'irlab ketdi? Abdori Helen Stratton Wood. Olim intayin tələlik bir bal idi. Çünki onun ən üstü qəvətlik hücrəsində osmanı körgül buludğan bir derizisi var idi. Karvat yetib osman mənzərəsini görüb huzurlanatdı. Quşlar, bulutlar və aeroplanlarını gözləyişini bəkmi yaxşı görətdi. Lakin ən yaxşı gördüyü işi bolsa, ayğa qaraş idi. Soğuq bir noyabr iyi axşamı olim uxlash üçün karavotun ayınığa gəldi və adəti boyunca ayğa qaraş üçün derizin ayınığa qarab mağdı. Lakin osmonda ay yo'q edi. Olim ansirashga boshladi. Oyni kim o'g'irlab ketgandi deb o'yladi. Baxchiga tushib, kecha hayvonlardan so'ramoqchi bo'ldi. Chunki kecha hayvonlari qorong'i tushib oy chiqqanda, hamma jonivorlar uxlayotganda sirtqa chiqatdi. Olim avval bir kirpini ko'rdi. Xayrli kech kirpa deb adab bilan so'zini boshladi. Chunki kirpining ko'ngliga azor berishni xohlamaydi. Ayni ko'rdingmi? Uni hech bir yerdan topolmadim. Yo'q, dedi kirpa. Ko'rmadim. Bu oqshom chatqonliqdan yeydigan narsa deb o'ldirash edim. Bo'ladi, dedi olim. Avor qilib qo'ydim. Kechirgin, dedi va atrofga qarashga boshladi. Undan keyin olim bir tulkini ko'rdi. Xayrli kech tulki deb adab bilan so'zini boshladi. Chunki tulkining ko'ngliga azor berishni xohlamaydi. Ayni ko'rdingmi? Uni hech bir yerdan topolmadim. Yo'q, dedi tulki. Ko'rmadim. Bu akşam uvamda balllarım bilan o'ynayotdim. Bo'ladi, dedi olim. Avor qilib qo'ydim. Kechirgin, dedi va atrofga qarashga boshladi. Endi olim bir bo'rsuqni ko'rdi. Xayrli kech bo'rsuq deb adab bilan so'zini boshladi. Chunki bo'rsuqning ko'ngliga azor berishni xohlamaydi. Ayni ko'rdingmi? Uni hech bir yerdan topolmadim. Yo'q, dedi bo'rsuq. Ko'rmadim. Bu akşam qo'shnilarning mushki uchun ishkini olib qo'yib qo'ygan lazzatli yemekliklarni yeyish bilan oldirash edim. Olim borgan sir ansirashga boshladi. Oyni endi topolmasa qanday qiladi? Yotqanda osmonga qarab, oyni ko'rolmasa, astronom olimi bo'lish orzusi suvga chilishadi. Qanday qilish kerak? Uning ustiga kech hayvonlari kechida yo'l ko'rsatgan oy nuridan ayrilib qolsa, qandoqmi qilar? Olim tuyuqsiz aldirash to'piq o'layotgan qarg'u chashqanni ko'rdi. Xayrli kech qarg'u chashqan deb adab bilan so'zini boshladi. Chunki qarg'u chashqanning ko'ngliga azor berishni xohlamaydi. Ayni ko'rdingmi? Uni hech bir yerdan topolmadim. Yo'q, dedi qarg'u chashqan. Ko'rmadim. Bu akşam chuqur qizish bilan ham choy bilan birga mazza qilib yeyish uchun sozonlar izlash bilan oldirash edim. Xohlasam mushkaploqdan so'rab boqqin. O bek jiq narsalarni biladi. Ham daraxtning ustidan bog'chining hamma yerini ko'ra oladi. Oyga nim bo'lganligini u bilishi mumkin. Qaltis fikr bo'ldi. Rahmat sana. Berib mushkaploqni izlab boqay, dedi olim. Mushkaploq yo'g'on bir tip qo'shton daraxtining ustida bog'chining kirolidek turadi. Xayrli kech mushkaploq, dedi olim. Bu akşam etrafda nima ishlar yuz berdi? Ayni kimning o'g'irlab ketganini ko'rdingmi? Mening ko'zimdan hech qanday bir narsa qochib ketolmaydi. Bu yerdan bog'chada bo'lgan hamma ishlarni ko'ra olaman. Bu akşam kirpining chatqonliqda yemeklik izlayotganligini, tulkining uvusida ballari bilan o'ynayotganligini, bo'rsuqning qo'shnilarning eshik oldidagi mushuk yemlarini yeyotganligini, qarg'u chashqanning chuqur qezib sazon izlayotganligini ko'rdim. Sana shuni aniq qilib ayta olmaymanki, ayni hech kim o'g'irlab ketmadi. Shundoqmi? Undaqda oy nega ketgandi? Bu akşam uni hech bir yerda ko'ra olmadim, dedi olim. Osmonga qarab baqqan. Acaba yulduz ko'rdingmi? deb so'radi mushkaploq. Yo'q, ko'ra olmadim, dedi olim. Chunki bugun havo tutuq, bulutliq deb tushuntirishga boshladi mushkaploq. Havo bulutliq bo'lgan kunlarda oy va yulduzlar bulutlarning keyniga o'shirinib oladi. Lekin bulutlar tarqalishi bilan qayta maydonga chiqadi. Rostmi? deb so'radi olim. Chunki shuncha yo'g'on oyning bulutlarning keyniga o'shirinib olganligiga ishonmagan edi. Shundoq, dedi mushkaploq. Kechdi karvatongda yetib, derazadan qarasang, oyni qayta ko'ra olaysan.
Olim uyga qaytib karvatida yatdi. Müşk Abdullahning deganlariga qoyil bo'lmaganligi uchun ansirab uxlay olmadi. Ertesi keşte uxlash uchun baldurli hujrasiga chiqdi. Müşk Abdullahning deganlarining to'g'ri yoki emasligini bilish uchun behma oldirdi. Chiroqni o'chirib karvatida yatdi. Derazadan osmonga qaradi. Ay bütün hayvati bilan osmonda edi. Yo'g'on, porqiroq, oppoq oydin nuri bilan julanib turadi. Olim endi rahat bir nafas oldi va shirin tushiga g'arq bo'ldi. Tushida astronom olimi bo'lib oyga chiqqanligini ko'rdi.